Xullas do'stlar, men bugun yumshoq mebellarni olamiga yetib kelganman. Ya'ni bog'daman. Bu yerda juda ham ko'plab yumshoq mebellarimiz bor. Trekker fason, trish fason, undan tashqari bolishli, bolishsiz, high-tech, umuman juda ham ko'p modellar bor do'stlar. Xudo xolasa videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib tursanglar, yana bitta yangilikni aytib o'tamiz, keyin video obzorimizni boshlaymiz. Qadrdonlar, bugungi video obzorimizni sizlarga zo'r yangilik bilan boshlaymiz. Xudo xolasa o'zingizlar ko'rib bitta baho berasizlar. Ushbu modelimizda 3 ta funksiyasi bor. Birinchisi, tepa bolish ko'tariladi. Bu bir. Ikkinchisi, uni bemalol bu tomonga surib, keng qilib foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari, mana bu joyini ham bemalol surib foydalansanglar bo'ladi. Do'stlar, bunaqasi faqat bizda bo'ladi, bizning video obzorlarimizda bo'ladi. Hozirgi kunda eng trenddagi Teddil deb nomlangan materialimizni turistik fasonimizni qoplaganmiz. Xudo xolasa sifatiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shunday o'tirganda do'stlar, mazza qilib, nihoyatda qalin gilamda o'tirgandek o'tirasizlar. Xudo xolasa narxi sizlarda aniq hayron qoldirishi mumkin. Hali bu hammasi emas. Ushbu divan kresloyimizni ham o'ziga yarasha funksiyalari bor. Qaranglar, buni qanaqa funksiyalari bor. Buni bitta ko'tarib turib do'stlar, bitta yotqizsanglar, bemalol mana standing qilib foydalansanglar bo'ladi. Bundan tashqari hammasi xuddi shu holatda yotadi. Hammasini bitta qilib foydalanganlarda bemalol ikkita odam yotib foydalanadigan standing qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Hol taxta qilib foydalansa ham bo'ladi. Bitta stol ikkita funksiyani bajaryapti. Ham katta bo'lyapti, ham kichik bo'lyapti. Xayrulloh, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizning ishlaringiz yaxshimi? Uka, mebel ishlab chiqarish sexingizga keldik. Xudo xolasa bu yerda assortiment juda dahshat ekan, juda ko'p ekan, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Obunachilarimizga sexda adresi bilan yetkazib xizmatlarini bitta aytib qo'ysangiz, keyin obzorimizni boshlasak bo'laveradi. Xo'p, seximiz o'zimiz uyimizda, manzili Andijon viloyati, Andijon tuman, Marabot mahallasida. Gap yo'q. Xo'p, qayerlargacha bepul yetkazib bera olasiz, qayerlargacha pulli kelishiladi? Dastavkasi vodiy bo'ylab bepul qilib beramiz. Hozirgi aytiladigan narxlar ichida vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Dastavkasi bepul, o'zimiz olib borib beramiz vodiy bo'ylab. Vodiydan tashqari viloyatlarga kelishiladi. Kelishiladi, arzonroq shopir topib beramiz, chiroyli qilib o'rab, netib chiqarib beramiz. Xo'p, tushunarli. Keling, birinchi shundan boshlasak. Hozir shundan boshlaymiz. Buni razmerlari, materiallari, narxlarini aytib o'tasiz. Xo'p, razmerlari bunimizni bir fasonda nomini ham aytib berasiz. Endi panda fason, patkolonni deb beradi, tuymali, hamma har xil aytadi. Bunun razmeri bu yoqqa 220, bu yoqqa 320. İşte tumbasi bor. Narxini 2.800.000 so'm qilib beramiz. 2.800.000 so'm. Xo'p, 2.800.000 so'mga vodiy bo'ylab yetkazib berasiz. Dastavkasi ichida vodiy bo'ylab. Endi boshqa viloyatlarga kelishiladi. Sabab juda ko'p aytyapmiz, dastavkasi nech pul deb so'rashyapti. Mana yaxshilab e'tibor bersanglar do'stlar, 2.800.000 so'mga vodiy bo'ylab bepul boshqa viloyatlarga kelishiladi. Xuddi shuni boshqacha rangi ham bor ekan. Mana bunisini ham ko'rsatamiz. Hop, puli bir xil buni ham. Puli bir xil buni ham. Do'stlar, e'tibor qaratasizlar, mana rangi o'zgaryapti, lekin narxi o'zgarmayapti. Xohlagan ranglarda qilib beradi 2.800.000 so'mdan. Endi shuni kattaroq razmerini so'raganlarga mana bu tomonda kattaroq razmeri bor. Bu nechiga endi usta bu? Bunisi 1 metr kattaroq, 420 ga, bu yoqqa 220 buni. 420 ga 220. Buni tumbasi 4 ta bo'ladi, hozir tayyor emas. Buni ham 4 ta tumbasini qo'shib beramiz. Sidenalarga yaxshisidan qo'yibsa, machalkalarni ham. Machalkani yaxshi 22 kilosidan qo'yilgan. O'zimda o'tirganda bilinadi. Xo'p, bu usta uyda to'ra tomoniga aylanaveradi. Aylanaveradi. O'ncha tanlamaydi. Bitta bo'lmas, hamma go'logimiz shunaqa, o'ncha tanlamaydi. Gap yo'q. Bunimiz narxi necha? Buni 3.400.000 so'm qilib beramiz. 3.400.000 so'm. Gap yo'q. Xo'p, endi keling video boshida aytaylik. Kichikroq razmeringizga mana shu fasonlarimizga eng arzon stol necha puldan necha pulgacha? Bu stolimizga 350 mingdan 1.200.000, 1.300.000 gacha stolimiz bor. Men aytmoqchimanki, 2.800.000 bo'lsa, 350 mingli stol bo'lsa, 3.150.000 bo'lib qoladi. Shunaqa. Xo'p, katta razmerimizgachi? Katta razmerimizga hop, bunga 450 mingdan 2.5 milliongacha bor stol. 450 mingdan 2.5 milliongacha. Endi hozir o'rtacha zo'r hadavoy qo'yilayotganlari menimcha bir 700-800 ming atrofida. 700 ming shunaqa, Telegramdan yozishsa, biz hali stolni hamma assortimentini tashlab beramiz. O'zlari tanlab anaqa qilaveradi. Narxlarini tashlab beramiz. Keyingi fasonlarimizga ham o'tsak bo'laveradi. Bunimiz high-tech fason. High-tech fasonimiz. Eng ko'p sotiladigan fasonlarimizdan bittasi. Bunimiz razmerlari haqida ma'lumot berasiz. Buni razmeri bu yoqqa 2.30, bu yoqqa 4.30. Tumbasi 3 ta bo'ladi. 3 ta bo'ladi, hozir yerda 2 ta ekan, 3 ta bo'ladi aslida.
Materiallari mo'shi, Ha, materiallari mo'shi, keyin sidinasi ham pampers prujina. pampers prujina. Orqalari ham o'zini materialda bo'lgan, afishkalari ham. Gap yo'q, lekin ishga sifatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Zo'r tushgan. Orqalarini ham ko'rsatib beramiz. Xo'p, qayerda ugoloyimiz o'zi nechi pul? Ugoloyda o'zini 3 million 900 ming so'm qilib beramiz buni. 3 million 900 ming so'm. Stolichi. Stoli 800 ming. Stoli 800 ming so'm. Xo'p, keyingi bu modellarimizni ham ko'rsatib ketaveramiz. Endi mana hozir bu yerda bitta kichikroq razmer do'stlar, bitta kattaroq razmer turibdi. Bunimiz Yevro modeli bu. Ha, bu Yevro modeli kichigi, bu kattasi. Yevrani bitta zo'r tomoni bor, chekasida barlargacha bor. Bemalol kofelar ichib, mazza qilib televizor ko'rib, telefonlar zaryadga qo'ysa ham bo'ladi. Xo'p, 230 ga 330. Aha, shunaqa, bu 230 ga 330. 3 million 300 ming so'm qilib beramiz bu modelimizni. 3 million 300. Aha. Stoli nechi pullik stol usta? Stol 600 ming so'mlik stol.